Assalomu alaykum. Kun xabarlari kanaliga xush kelibsiz. Shunchaki dahshat do'stlar, Qirg'izistonda 70 yoshli erkak 14 yoshli nabirasini zo'rlashda gumon qilib qamoqqa olindi. Ushbu holat Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod shahri Bozorqo'rg'on tumanida sodir bo'lgani aytilmoqda. Ushbu holatdan xabar topgan qizning qarindoshlari darhol ichki ishlar organlariga murojaat qilgan va chol darhol qo'lga olingan. 70 yoshli chol qo'lga olingandan so'ng Qirg'iziston politsiyasi maxsus guruhi ushbu ishni o'z nazoratiga olgan. Tegishli tekshiruv va surishtiruv ishlaridan so'ng 14 yoshli qiz homilador ekanligi aniqlangan. Gumonlanuvchi inson esa tergov hibsxonasiga joylashtirilgan. Agar uni inson deyish mumkin bo'lsa, albatta. Hurmatli do'stlar, ushbu holat yuzasidan o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bundan avvalroq ham Qirg'izistonni larzaga solgan shunday dahshatli jinoyat sodir etilgan edi. Unda 17 yoshli Aysulu degan qizni bir iflos o'z mashinasiga mindirib, ovloq joyga olib borib, qizni zo'rlab, uni o'ldirib, tog'u toshlar orasiga jasadini berkitib ketgani haqida xabar berilgan edi. O'sha Aysuluni o'ldirgan maniak ham qamoqxonada o'z joniga qasd qilganligi haqida xabarlar tarqaldi. U o'z kamerasida jonsiz holda topilgan. Aysuluni o'limidan so'ng butun Qirg'iziston larzaga kelgan edi. Shundan so'ng Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov bunday o'ta og'ir jinoyatlar uchun o'lim jazosini joriy etishni ma'qul ko'rganini aytgan edi. Bunday iflos va hayvon ham qilmaydigan ishlarni qiluvchi insonlar yer yuzida qolmasligini tilab, o'z videomizga yakun yasaymiz. O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va kanalga obuna bo'ling, like bosib bizning kanalni qo'llab-quvvatlang.